Bugun sizlar bilan sinabon tayyorlaymiz. Bitta sirli ingrediyenti bilan. Sariyog' bilan sutni isitib olamiz. Shakar, tuz, tuxum, dro'jji solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Iligan sut bilan un solib yaxshilab yumshoqqina xamir qurib olamiz. Bugun juda ham nozik mehmonlar keladi. Shu uchun aynan shu bulochkani tayyorlashga qaror qildim. Ko'tarilgan xamirimizni yaxshilab yoyib olamiz. Videoda ko'rsatilgandek yong'oq, kakao, koritsa va shakar solib rulet shaklida o'rab olamiz. Sinabonni pichoqda kesish o'rniga ipda kesing. Videoda ko'rsatilgandek shunda sinabonlarimiz tekis hamda oson kesiladi. Hammasini bir xil shaklda kesib olib, ozgina ko'tarilishga olib qo'yamiz. Ko'tarilgandan so'ng oldindan qizdirilgan duxovkaga 180 gradusga tillarang bo'lguncha pishirib olamiz. Ha, aynan shu joyi sirli joyi edi. Xohlasangiz sirop, xohlasangiz sut, xohlasangiz menga o'xshab smetana bilan suvda aralashtirib propitka qilib olsangiz bo'ladi. Qaymoq bilan smetanani krem qilib oldim va issiq sinabonlarni tepasidan surkab oldim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib tanishingizga yuborib qo'ying. Yoqimli ishtaha!